O'zbek shou-biznes olamining taniqli vakili Saida Rametova haqida hozirgina xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston xalq artisti Saida Rametova uchun 2025-yil unutilmas va barakali yil bo'ldi. Aktrisa yil yakuni munosabati bilan o'z hayotiga eng muhim va quvonchli lahzalar haqida samimiy bildirdi. Judayam yaxshi yil keldi. Hamma narsa rosa zo'r bo'ldi. Oxiri xalq artisti unvonini ham oldim. Men o'zimni baxtli san'atkor, baxtli ayol deb hisoblayman, deydi Saida Rametova. Uning ta'kidlashicha, bu yil nafaqat ijodiy, balki oilaviy hayotda ham muhim voqealarga boy bo'lgan. Aktrisa buvijon bo'lib, katta nevarasini uzatganini alohida quvonch bilan eslab o'tdi. Shuningdek, u oilasidagi fayz va barakani ham tilga oldi. Turmush o'rtog'im 70 yoshga to'ldilar, men esa 68 yoshdaman. Oilamiz tinch, xotirjam. Eng muhimi, ijodimiz hamon davom etmoqda. So'z yakunida Saida Rametova muxlislarini Yangi yil bayrami bilan tabriklab, barchaga sog'lik, xotirjamlik va baxt tilab qoldi, deyiladi xabarda.